Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ulug'bek Pardayev va bugungi video rolikimizda sizlar uchun juda ham foydali bo'lgan video dars bo'ladi. Albatta bu video dars sizni kelajagingizda ham juda muhim kasb etishi mumkin. Shuning uchun albatta videoni oxirigacha ko'ring hamda mana shu mehnatimizni qadriga yetgan holda videomizga like bosib qo'yishni unutmang do'stlar. Biz videoni boshladik. Xo'sh do'stlar, ko'rib turibsizki, bizni hozirgi vaqtdagi xaritamiz bor. Aynan bu xaritani men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda Minecraft o'yiniga to'xtaladigan bo'lsak, bu o'yin haqida men sizlarga ozgina bo'lsa ham ma'lumot beraman. Minecraft juda ko'plab insonlar tomonidan, juda ko'plab odamlar tomonidan o'ynaladigan o'yin. Aynan YouTube'da kontent qilishingiz uchun AQSh auditoriyasi, ya'ni amerikanskiy auditoriya uchun juda ham mos bo'lgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi va amerikanskiy auditoriyada ishlash uchun juda ham qulay bo'lgan yo'nalish hisoblanadi. Va aynan bu yo'nalishni siz telefon, kompyuter orqali ham bemalol qilishingiz mumkin. Va aynan shu yo'nalishda hozirgi kunga kelib 1 milliarddan ziyod insonlar skachada qolgan Play Market, App Store yoki Launcher har xil joylardan va aynan hozirgi kunda o'ynab kelishmoqda. Xo'sh, aynan Minecraft o'yinida biza mana bunaqa har xil yo'nalishlar bor. Mana yo'nalishlar deb yozib qo'yganmiz. Mana har xil yo'nalishlar bor. Ko'rib turibsiz, mana bu yo'nalishlar bor. Prosmotrlarga qarang. Bu hammasi yangi kanallar. Kam prosmotr bo'lishiga sizga uchun tuyulishi mumkin, lekin bular mana soatlik ko'rishlarga e'tibor bering. 3 kun oldingizga mana shuncha prosmotr. Bu degani yaxshi ko'rishlar olmoqda degani. Ya'ni bu kanalda o'zining kelajagi bor degani. Va undan tashqari bu yerda mana boshqa yana kanal bor va bu kanallarda ham prosmotr juda barqaror ko'rishlar olib kelmoqda do'stlar. Va aynan keyingi kanallarimizda ham shunaqa holatlar 45 ming, 30 ming, 3600, 80 ming, 87 ming, 10 ming ko'rishlar olgan. Va bu yo'nalishlarda videolarda mana bunaqa har xil personajlar bor. Sol Poppy Playtime va undan tashqari Poppy Playtime deb boshqa charakterlar mana har xil personajlar bor. Aynan bu personajlarni biza o'yinda ichida o'ynashimiz kerak va Minecraftda shunaqaki, bunaqa personajlarni yasash kerak. Ya'ni o'zimiz o'z qo'llarimiz bilan yasashimiz shart va aynan bu personajlarni yasashimiz mobaynida bizada, misol mana bu yerda bitta kanal bor, mana juda zo'r yaxshi ko'rishlar olgan. Mana 6 kun oldi. Xo'sh, endi bunaqa modlarni yaratishimiz kerak bo'ladi Minecraftda va bunday modlarni yaratishimizda bizda bitta minus tomoni bor. Bizda kerakli bo'lgan bilim yo'q. Ya'ni aynan mana shu modlarni yaratishimiz uchun bizdan ko'p vaqt olib ketishi mumkin. Aynan buni o'rganish biz o'ziga yarasha ko'plab vaqtlar olishi mumkin. Tajriba yetishmasligi bizda katta bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham biz o'zimiz amerikanskiy YouTube'da hali hech kim qilmagan ishni qildik. Ya'ni amerikanskiy YouTube'da ishlash uchun mana shu yo'nalishda qulay bo'lish uchun biz modlar yaratishni boshlaganmiz do'stlar. Aynan bizda o'zimizning saytimiz bor. Aynan shu sayt orqali siz ushbu modlarni ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Va men hozir asta bu yoqqa o'tsam va bu yerda sizlarga o'sha saytlarni tanishtirib o'tsam. Xo'p, bizda ikkita narsa bor. Bu Telegram kanal hamda bizda o'sha sayt bor, ya'ni ofitsial sayt. Men sizlarga Telegram kanalimda kommentariyada qoldirib ketaman. Ha, aytgancha men o'zimning ofitsial Telegram kanalimda ham kommentariyada qoldirib ketaman. Ana shu kommentariyadan o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar mening kanalimga hamda mana shu aynan mana bu kanalga ham o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Sabab nimaga? Chunki aynan Minecraftda chiqayotgan yangi modlar bo'lishi mumkin, yangiliklar bo'lishi mumkin yoki o'sha aynan mana bu saytga yangi modlar qo'shilishi mumkin va shulardan siz tezroq xabardor olishingiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari mana bu sayt bor. Hozir men sizlarga saytning obzoriga o'tib ketaman. Mana hozir yangi page ochib, sizlarga saytning obzoriga o'tib ketaman. Xo'p. Ko'rib turibsiz, juda ham qulay bo'lgan interfeys. Xudo xohlasa bundan keyingilar yangilanib boryapti. Ha, aytgancha biz Garry's Mod o'yini uchun ham pulli modlar qo'shishni, ya'ni o'sha yasalish kerak bo'lgan modlarni qo'shmoqchimiz. Bu ham aynan Garry's Mod yo'nalishida ishlovchilar uchun juda ham qulay bo'ladi albatta. Va ko'rib turibsiz, juda ham zo'r interfeys va biz bundan ham keyinroq yana ham yaxshiroq ishlashga harakat qilamiz va ko'rishingiz mumkinki, yana zo'r modlar chiqqan. Mana Google Gaga boya ko'rgan video, 80 ming, 100 ming ko'rilgan videoyingizni personajlari aynan shulardan foydalangan. Mana bu juda ham trend bo'lgan personajlar bor. Bu yerda mana Serena Galova va o'sha juda ham Google Gaga, Sky va Extra Slide bor va bundan Box Bo, Doi, Mini Huggy Wuggy, Yellow, Blue, Monster Doi har xil personajlar mavjud do'stlar. Ushbu personajlarni siz bemalol kirib, bundan foydalanishingiz mumkin. Bog'lanish tugmachasiga bosing va mening o'zimning kerakli bo'lgan adminimga chiqishingiz mumkin bo'ladi va u bilan muloqot qilib bemalol olishingiz mumkin bo'ladi. Va ko'plab bu yerda modlar bor va albatta biz modlarning yangitlarini qo'shib boramiz va iltimos qilib qolaman, shuning uchun albatta обязательно kommentariya yoki video opsiyasida qadab qo'yilgan Telegram kanallariga o'tib tezroq obuna bo'lib qo'ying. Va undan tashqari mana bu yerda MoPNG bor va albatta videolarimizda foydalanishimizga kerak bo'lgan ko'plab modlar mavjud. Ya'ni rasmlar bor. Bu bizning montaj doiramizda biz uchun kerak bo'ladi.
va undan tashqari kartalar bor do'stlar. Siz o'zingizni qiynab karta yaratib o'tirmaysiz. Biz o'zimizga tayyor kartalarni yaratib qo'yganmiz. Bulardan bemalol foydalangan holda ishlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Albatta, biz hamma uchun qulayliklarni yaratib kelmoqdamiz va bundan siz oqilona va yaxshigina foydalanib qolishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, xudo xohlasa bonuslar va albatta kerak bo'lgan narsalar hamda garitmot yo'nalishi uchun kerak bo'ladigan yangi modlar, pulli modlarni qo'shib boramiz do'stlar. Shuning uchun ham hozirroq Telegram kanallarimizga o'tib obuna bo'ling va albatta mana shu videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Sizlar bilan Ulug'bek Pardayev edi. Iltimos bizning Telegram kanallarimizga o'tib obuna bo'ling. Hammaga rahmat, sog', salomat bo'linglar.